Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa biz Oltiariqqa yetib keldik. Ish jarayoniga. Bu yerda ish jarayoni ketmoqda. Turkafon ishlarimiz davom etmoqda. Xudo xolasa bu obyektimizni ham bitganda sizlarga uni bitgan holatlarini ham qo'yib o'tamiz YouTube kanalimizga. Hozir ish jarayoni bu. Ichkari tomoni qoshligi bor. Tarnov o'zi bor edi. Tarnov joyida qoldi. Qoshligini qo'ydik. 90 gradusli tunikamiz. Karnizi bo'ladi. Bu joydan xuddi shunday. Bu yerga jami bo'lib 226 kvadrat list hisoblaganmiz. Ko'rib boringlar ishlarimizni. Ikki tomonlari ham bor. 0.35 listdan foydalanyapmiz. Oq rangga mokri rang aralashtirib qilib bermoqdamiz. Bu yulduzchalari ham shu tunikafon kvadratda hisoblanadi. Vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab ishlaymiz. Kimlargadir shunaqangi tunikafon ishlari kerak bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab 130 ming so'mdan 0.35 list qilib beramiz. Tog'ni u tomonlarga kelishilgan holda 300 kvadratdan ziyodroq bo'lsa, oshiqcha bo'lsa, keyin u tomonlarga borib, xudo xolasa tunikafon ishlarini ham qilib beramiz. Samarqand, Jizzax, Toshkent, Qarshi shu tomonlarda ham juda ko'p ishlarni qilib kelganmiz. Ularni ham YouTube kanallariga qo'yganmiz. Ko'rib borsanglar chiqadi. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Bu obyektimizni yakuniga yetkazib, polnist sizlarga yana ko'rsatib boramiz. Bu ko'cha tomonlari ham turibdi hali. Kazirogi yonbosh tomonlari bor. Yonbosh tomonlarni ham ko'rsatamiz bitganda, xudo xolasa. Sog' bo'linglar.